RUID ilovasini yuklab oling. U bir nechta tilda, jumladan o'zbek tilida ham mavjud. Ro'yxatdan o'ting, Загранпаспорт ma'lumotlarini kiriting. Seriyada faqat harflar, raqamlar qismida esa faqat sonlar bo'ladi. Hamma ma'lumotlar pasportda yozilgandek aniq bo'lishi kerak. Pochtangizga xat keladi. Shu yerdagi tugmani bosib, avtorizatsiyani tasdiqlang. Keyin safar anketasini to'ldiring. Kirish va chiqish sanalarini, safar maqsadini, bormoqchi bo'lgan hududlarni ko'rsating. Keyingi bosqich biometriya. Ilova sizdan yuz rasmini olishni so'raydi. Yuzingiz ravshan ko'rinishi kerak, yorug' fon bo'lishi shart. Bosh kiyim bo'lmasligi kerak, faqat diniy sabablardan tashqari. Pasport rasmini oling va ovoz yozing. Ilova sizdan 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni turli tartibda aytishni so'raydi. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, o'zbek tilida ayting. Ma'lumotlar yuborilgandan keyin tekshirishga yuboradi. Hozircha tekshirish muddatlari aniq emas. Agar barchasi joyida bo'lsa, ilovada sizga QR kod beriladi. Bu kodni chegarada va kerak bo'lsa MVD xodimlariga ko'rsatasiz.